Kimlamazsa çok Ma'lumot uyni kimdan norozilik ayting o'shani. Sud Sudya bechora ham yaxshi edi. Aynı shuncha xalq pul bergan uyini ololmay turibdi. Prokuratura keladi. Jinoyatchilar bo'lsa yoshinib yuribdi. Nima emish qo'lga tushirib ololmay turgan ekan. Ular yoshingan ekan, qidiruv bo'limlari jinoyatchilarni ushlab bilmayotgan ekan. Qachon ushlashimiz noma'lum deyapti ichki ishlar. Hech nima deb bilmaymiz. Ertagami, indigami, 10 kundan keyinmi deb shunaqa qilyapti. O'rtoq prezident, sizdan iltimos. Buxoro shahar hokimligiga ham kirdik, prokuraturaga ham kirdik, viloyat prokuraturasi, sudga. Hech kimdan bu yerda xalqni eshitadigan hech narsa qolmagan, hech kim qolmagan. Iltimos sizdan, o'rtoq prezident. Biz davlatimiz rahbaridan ko'p narsa kutyapmiz. Iltimos. Faqatgina siz haqiqatni ochishga yordam berishingiz mumkin. Bizni uyimizni olishga yordam bering. Ana shu domdan bizni hammamiz 45 xo'jalik uy olgan. Ana endi dom jinoyatchilar ikkinchi fuqarolarga sotib bizni uyimizni bermayapti. Sotilgan uylarni, aholini uyini banklar bularga jinoyatchilarga kredit berib, bizni uyimizni zalogga, ya'ni zalogga olib kredit bergan necha milliard. Endi jinoyatchilar bu domni boshqa kishilarga yana bir ikkinchi fuqarolarga sotib kreditini to'layman deb kreditni ham to'lamay, uyni ham bizga bermay qochib berishibdi. Prezident, sizdan iltimos. Norboyevni. Ha? Ne?